Assalomu alaykum yaxshilarim. Video olmasam bo'lmaydi. So'ramasam bo'lmaydigan zamon, iloji yo'q. Hozir blogerlarimizdan iltimos tashladim. Alloh yo'lida yaxshilik qilib kartamga pul tashlab beringlar. Kartamni o'zi yo'q, yonib ketgan. Endi o'limim kimgadir kerak bo'lgandir. Balki Xudo shu bahona uyini yangilab berish, shu bechara qizligini degandir. Qo'shnimniki ham eski uy, meniki ham eski uy. Shuning uchun yangilasin degandir. Alloh deb bu ham bir mo'jizasidir. Men hech narsani yomonlikka yeymayman. Har bir yomonlik orqasidan bir yaxshilik bo'ladi. Oyda 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug'. Bunga ishonaman. Blogerlarimiz uchun video chiqardim hozir. Rosh keramika, Hasan tog'a Zodiyalik, Rishton Abdur Muhsinbek aka, Abdurahmon to'ralasini taniyman. To'ralasiga va murojaat jo'natdim. Xudo xolasa ishonaman. Abdurahmon hozir yozdi. Boraman deb. Xudo xolasa qolgan to'ra uchalasi ham keladi. Men ularga ishonaman. Bir kunga kirta qo'yib bersa Alloh yo'lida nima deydi? Hech narsa qilmaydi, savob bo'ladi men uchun. Men ham ular opalar qator opaman, to'g'rimi? To tirik ekanman, duo qilib o'taman ularni, to'ralasini ham. Xullas, uy yongan peshanba kuni Zohidan qishlog'ini Rais Umidjondan kutaman. Nima qilib bera olasiz? Uysiz qolgan ayol uchun, yolg'iz ayol uchun. Umidjon sizni kutaman. Zohidan qishlog'ini Raisini yozadi raisi. Undan keyin Rishton tumani hokimi Bahodir aka Xoliqov. Telefonda bir Hikmatda gaplashdim. Odam jo'natim deb. Odamimiz kelgan yo'q hali. Mana o'g'lim bilan buzayapmiz. Rishton tumani hokimi Bahodir aka Xoliqov, sizdan ham kutamiz. Qo'lingizdan keladi. Katta odamsiz. Qancha yillarda birga ko'rib, birga ishlaganmiz siz bilan obodonlashtirish xodimlari. Holatlarda olib yig'ishtirib boylarga amaldorlar yurganmiz. Bir kunga meni uyimga ham hashar qilib uy qurib beringlar deyman. Qo'lingizdan kelgan narsani qilib bering. Meni viloyatga Xayrullo bozorga borib yotmen. Sizga gap tegizib borib yotmen. Yo'l kiraga ham pulim yo'q, o'zingiz bilasiz. Bahodir aka Xoliqov, Rishton tumani Zohidan qishlog'ini Rais Umidjon, Xalq qabulxonasi Davron aka, sizdan ham kutaman. Prokurorimizdan ham kutaman. Nachalnik aka, Rishton tumani nachalnik, sizdan ham kutaman. Yana kim bor? Muhayyo opa, xotin-qizlar zami hokimdi. Sizdan ham kutaman. Qani, qo'lingizdan qancha yaxshi keladi? Farg'onaga bormayman, chetda turib so'rayman. Mana Alloh yo'lida qani, qanlar. Har kun bitta daftar tutib qo'ydim. Bitta Zodiyalik amakimiz juma bozor kuni 400 ming pul berib ketdi. Ayam otasi Hayit voy buvamni uyida bog'cha bo'lgan, o'sha paytda xususiy bog'cha bo'lgan uyda. O'sha bog'chada ayollar ishlagan ekan, o'tib ketgan ekan. O'sha inson 400 ming berib ketdilar. Alloh rozi bo'lsin. Biz obodonlashtirishda ishlagan ekan. Rajabov, Muhayyapam Rajabovani dadalar, qaynotalar ishlaganda ishchi bo'lib ishlagan ekan. 400 ming berib ketdi. Duo qildim. Ismlarim ham yetmadi. Ishlagan joyini aytdi. Zo'rg'a so'rab oldim. O'sha Zaynab ham deydi. Ayollar bog'chada muxlis bo'lib ishlagan ekan. Kutaman sizlarni. Qani, bitta oddiy inson kelib obodonlashtirishdan ishlab pensiyaga chiqqan aka, Zodiyalik aka ehson qilib ketdi. Sizlar nima qilib berasizlar? Hokim va Rishton tumani hokimi Zam Muhayyopa, zam hokimlar sizlarga ham tegishli. Jamolxon aka, Abqohor aka, zam hokimsiz, sizga ham tegishli bu gap. Qani, qo'llanglar. Yolg'iz ayolni qanaqa qo'llaysizlar? O'g'lim Xudo xolisa 1-kursga kiradi. 22-kuni imtihoni. Narigi o'g'lim endi 1-sinf, 2-sinfga endi ko'chdi. Qani, mahalla raislari, mahalla jamg'armalari, moliya bo'limi boshliqlari hammalaringni obodonlashtirib xizmatlarni qilganman. Bajardi bo'lim endi xizmatini qilib ketdi. Vaynkom Otabek aka, soliqda boshlig'i Said opa, hammalaringga xizmat qilganmiz. Hech yo'q meni yomon kunimda turib beringlar bir kun. Hamma Rishton tumanidagi hamma amaldorlarni kutib qolaman chetda uyimda. Manzil o'sha. Menga yaxshilik qilmayapti desam, kimlardir yo'tir tushunyapti. Yaxshilik qilinglar, ko'raysizlar yaxshiliklaringni. Men ariza qilib bormay yonlaringga. Borgan holatim yo'q. Mana xalq ko'rib turib video qilyapman. Mana. Imkoni bo'lsa qo'shnimga ham qilinglar, menga ham qilinglar. Kutaman. Men o'sha Mahmud va Muqaddam Komiljonovlar obodonlashtirishda xodimman. Obodonlashtirish boshlig'i Nozim Xo'ja aka, sizni ham kutaman. Siz ham jo'natirganingizda yaxshiligingiz qiling. Siz meni boshlig'imsiz-ku, moddiy yordam keladi qo'lingizdan ishlayman. Nima kelsa ham ustalar ishlaydi o'zimizda. Ha deb begonalarni uyga o'z ishchilarni jo'natmay, bog' kesgan jo'natmay, men o'zingizni xodimman ayolingiz uchun siz ham jo'natadiganingiz qiling, qo'lingizdan kelganini qiling. Chunki
o'zim bir oilamiz erta jamoa bo'lib ishlayapmizmi, qilberinglar yaxshiliklarni qilinglar. Bir kunga yomon kunimda meni ko'tarib oyoqqa turgizishimga yordam beringlar. Men yomonlik tilamayman, hech kimni boshiga bunaqa kun tushmasin. Hammalaringni kutib qolaman. Har bitta kelgan odamni videoga joylashtirib boraman. Qani, Rishton tumani hokimi, amaldorlari, hamma tashkilot rahbarlari bir yolg'iz ayol uchun nima qilib beradi? Raisdan tortib hokimgacha, soliqni boshlig'i, hammasi, SMBni boshlig'i, hammasini kutaman. Qancha bo'lsa ham topgan gul, topmagan bir bog' piyoz deydi-ku. Shuni kutaman. Kelinglar, yaxshilarim, sizlar duo qilib turinglar. Qani, biz Rishton tumanida uyi yongan yolg'iz ayolga hokimimizdan tortib mahallani raisigacha, umidjongacha nima qilib berisha oladi? Ko'ramiz buni.